الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram cemaatul mo'min Müslüman birodarlar, Alloh taolo barchalarimizni kunlarning eng ulug'i Sayyidul ayyom bo'lgan miskinlarning hajji bo'lgan juma ayyom kunga yetkazganligiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Va bizlar uchun, mo'min musulmonlar uchun, butun dunyo uchun, O'zbekiston uchun bayramlarning va Eid-Fitr hayit namozi bo'lgan muborak kun ham Alloh barchamizga muborakbod bo'lgan bo'lsin. Alloh taolo bu qo'shaloq kundagi berilayotgan ajr va mukofotlarni barcha mo'min musulmonlarga amin deb turgan jamoat ahlimizga Alloh o'zi xayrlik va barokatli aylagan bo'lsin. Bir oy davomida tutgan ro'zalarimiz, qilgan iftor ihsonliklarimizni, eshitgan Qur'onlarimizni yurtimiz uchun, mahallamiz uchun, tumanimiz uchun, viloyatimiz uchun, xonadonimiz uchun, o'zimiz uchun bir rahmat bo'ladigan Qur'onlardan, barokatlik bo'ladigan amallardan va xayrlik bo'ladigan amallardan bo'lishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Azizlar, bugun O'zbekiston Musulmonlar idorasi Fatvo markazi hayit mav'izasi 2026-yil 20-mart kunidagi Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin jumlatizisi Alloh barchamizga muborakbod aylagan bo'lsin. Hijriy 1447 birinchi Shavvol oyini ham Alloh barchamizga muborakbod aylagan bo'lsin. Muhtaram jamoat, ma'lumki hayit dunyodagi millionlab musulmonlar qatorida yurtimiz mo'min musulmonlari uchun ham katta shodiyona va xursandchilik bilan o'tkazilmoqda. Muborak kunlarini Alloh barchamizga xayrli qilsin. O'zbekiston Musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz, o'qilgan tarovih, xatm Qur'onlarimiz, xayri ihsonlarimiz, berilgan zakotlarimiz va boshqa xayrli amallarimiz tufayli onadan yangi tug'ilgan go'dakdek gunohdan forig' bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildilarki, ul hazrat marhamat qilib shunday degan ekanlar: agar kim Ramazon oyi ro'zasidan keyin Shavvol oyining boshida 6 kun ro'za tutsa, go'yoki yil 12 oy ro'za tutganning savobini oladi dedilar. Parvardigor so'zi budur. Bir yaxshiligimizga 10 yaxshilik beriladi. Bitta yaxshilik qiladigan bo'lsak, inshaalloh 10 ta yaxshilikni savobini olamiz. Bir yil 360 kundan iborat. Agar kim Ramazon oyining 30 kun ro'zasini tutsa, go'yoki 300 kun ro'za tutgandek bo'ladi. Shavvol oyining 6 kunini tutsa, 60 kun ro'za tutganning savobini oladi. Oyati karimadagi aytilishiga ko'ra, bir yillik ro'za savobi uning nomai amaliga yoziladi. Xudo xolasa tutgan 30 kunimiz 300 kunning savobini olgan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. 6 kundagi 60 kunlik bo'lar ekanda. Shu 60 kundagi savobni Alloh nasib ro'za aylagan bo'lsin. Sufyon Savri rahmatullohi alayhi shunday der ekanlar: haj tavofi uchun Makkaga borib, u yerda 3 yil qolib ketdim. Sufyon Savri rahmatullohi alayhi hajga borib 3 yil qolib ketgan ekan. Bu vaqt ichida makkalik bir odam bor edi. Baytullohga kelib ziyorat qilardi va menga salom berdi. U bilan do'stlashib qoldim. U kasal bo'lib meni chaqirib shunday dedi. Sufyon Savriyni shu Makkadagi odam chaqirib shunday degan.
Ha? Sufyon Savriy 3 yil nima qilgan? Makkada yurgan. Vasiyat qilib shunday dediki, ajalim yetganga o'xshaydi. Iltimosim shuki, vafotimdan keyin meni o'zing yuvib dafn etasan dedi. U vafot etdi. Uni vasiyatiga muvofiq yuvib dafn etdi. Va u vafot etgandan keyin Alloh taolodan uni nima qildi? Tushiga ko'rishlikni so'radi. Va u Sufyon Savriyni tushiga kirdi. Yo Sufyon Savriy, bu mayit mening zimmamda, sening yordamingga muhtoj emas dedi. U endi yuvib kafanlagan, buni amali qanday bo'lyapti deb Sufyon Savriy Allohdan so'rab duo qilganda, shuni amalini so'ray deganda, Sufyon Savriyga tushiga shunday bo'lganki, ey Sufyon Savriy, bu odam seni yordamingga muhtoj emas. Sen faqatgina hayotlik paytida buni do'st bo'lding, qo'lingdan kelgan yaxshilikni qilding. Endi uni zimmasi meni bo'ynimda deyapti Alloh taolo. Munojat qilib, iloho, qaysi hislati bilan bu darajaga yetishdi bu inson? Nido qildiki, Sufyon Savriyning tushiga, ey Sufyon Savriy, bu odam har yili Ramazon oyining ro'zasidan keyin Shavvol oyida 6 kun ro'za tutar edi. Shu amali bilan u meni zimmamga o'tdi deyildi. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, Ramazon oyining ro'zasidan keyin Shavvol oyida 6 kun ketma-ket ro'za tutgan odam onadan yangi tug'ilgandek begunoh bo'ladi dedi. Inshaalloh ana shu kunlarga mana yetib kelib turibmiz. Ularga ham Alloh yetkazsin. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar degan ekan. Mo'min bandalar Ramazon oyining ro'zasini butun tutib, hayit kuni namozgohga yo'l olganda Alloh taolo farishtalarga, ey farishtalar, bilinglar, xizmatini ado etgan kishi xizmat haqqini talab etadi. Bandalarim mening ro'zamning xizmatini ado etib, haqlarini olish uchun namozgohga bormoqdalar. Bir oy ro'zani tutdik, xizmatkor xizmatini qilgandan keyin haqqini olish kerak-ku. Mo'min musulmonlar bir oy ro'zani tutdik, endi xizmatini savobni olishlik uchun, xizmat haqqi olish uchun hayit kuni namozgohga boradilar. Sizlar guvoh bo'linglar deb Alloh taolo farishtalarga. Sizlar guvoh bo'linglar, ularni mag'firat qildim deydi. Shunda farishtalar, yo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlari, endi uylaringizga boringlar. Namoz so'ragandan keyin-da. Namoz so'ragandan keyin endi uylaringizga boringlar. Alloh taolo gunohlaringizni kechirdi deb nido qiladi. Lekin biz eshitmaymiz, lekin shunday bo'ladi. Ey bandalarim, men uchun ro'za tutdingiz. Mening farmonim bilan og'iz ochib, Allohning buyrug'i bilan og'iz ochib iftor qildingiz. Endi shod bo'ling. Sizni mag'firat etdim dedi Alloh subhanahu va taolo. Zubbatul Voizin kitobida. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki fitr sadaqasini hayitdan ilgari ado etmasa, aytdiga, 30 kun Ramazonda fitr sadaqasini ado etdingizlar, Ramazon oyida bo'lsin dediga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki fitr sadaqasini hayitdan ilgari ado etmasa, uning ro'zasi yer bilan osmon o'rtasida muallaq holda qoladi. Fitr sadaqa jon ne'mati va ro'zamizni kamchiligini Allohdan so'rab fitr sadaqa beriladi. Afv qilishlikni. Fitr sadaqasi berilgandan keyin Alloh taolo uning ro'zasini ikkita yashil qanot ato etadi va ro'zasi parvoz qilib 7-osmongacha boradi va arshning tagiga, arshdagi qandilga qo'nib o'z egasidan roziligini izhor etadi deb marhamat qiladi ekanlar Zubbatul Voizin kitobida.
Vahob ibn Munabbah roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamdan degan ekanlarki, hayit kunida shayton ovozining boricha qichqirib faryod etadi. Hayit kuni ham shayton baqirar ekan. Barcha shaytonlar uning atrofida yig'ilib, ey sardorimiz, nimaga bunday dod faryod qilyapsan deb so'raydilar. Shunda shayton alayhi la'na, bugun Alloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlari mag'firat etdi. Alloh taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlarini mag'firat etdi. Agar sizlar harakat qilib ularni nafs shahvati va sharobxo'rlikka mashg'ul qilsangiz, Alloh taolo ularni azobga duchor etgan bo'lardi deb aytar ekan. Shu bugun ham shayton g'ulg'ir odamda, hayitga borma, hayitga borib nima qilasan, uxla der ekanda. Lekin agar kelganlarni barchalarini gunohlarini Alloh taolo mag'firat qilar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey ummatlarim, hayit kuni fitr sadaqasi va xayrli amallaringiz, namoz, o'qigan namozlar, hayit namozi va hayitdan oldingi o'qilgan namozlar va berilgan zakot, tarovih namozida aytilgan tasbih va tilovatlaringiz uchun Alloh subhanahu va taolo gunohlaringizni mag'firat etadi. Duolaringiz qabul bo'ladi. Sizlarga rahmat nazari bilan qaraydi degan ekanlar. Alloh taolo fitr hayiti kuni farishtalarga yerga tushing deb buyuradi. Mana bugun Alloh taolo farishtalarga yerga tushing deb buyuradi. Farishtalar turli shaharlarga borib, ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatlari, Eid namozini o'qilaydigan joyga boring deb nido qiladi. Uni biz eshitmaymiz, lekin nido qilinadi. Ey farishtalar, mening roziligim uchun o'z ibodatlaringiz savobini Habibimning ro'zador ummatlariga bag'ishladim deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Shu bugun berilgan barcha mukofotni Alloh taolo hayit kuni namozga kelganlarga savobini bag'ishladim deb Alloh aytar ekan. Zubbatul Voizning kitobida rivoyat qilinadiki, Hazrat Usmon ibn Affon roziyallohu anhu bir marta fitr sadaqasini hayitdan oldin berishni unutgan ekanlar. Hayit namozidan keyin eslariga tushib, fitr sadaqasini o'rniga bir qulni ozod qildilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzur muboraklari kelib, ya Rasululloh, fitr sadaqasini hayitdan oldin berishni unutgan ekanman. O'sha fitr sadaqasining o'rniga bir qulni ozod etdim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, ey Usmon, 100 ta qulni ozod etganing savobi fitr sadaqasini hayitdan ilgari berganning savobiga teng bo'lmaydi dedi. Eshityapsiz-a? Hayitdan keyin 100 ta qulni ozod qilsak ham, lekin hayitdan oldingi bergan fitr sadaqasini o'rmasolmaydi-da. Shuni bilib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday rivoyat qildilarki, fitr sadaqasini hayitdan oldin ado etganga Alloh subhanahu va taolo unga yaxshilik ato etadi. Hayitdan oldin berganlarga. Hayitdan oldin bergan bo'lsangiz, shu fitr sadaqasini ado qilgan bo'ladi-da. Hayitdan keyin bo'lib qolgan bo'lsa, qur'i ihson qiladi u. Qur'i ihson qiladi. Birinchi, ya'ni hayitdan oldin berganlarga alhamdulillah bergan jamoat ahli berilgan hamma mo'min musulmonlar fitr sadaqasini bergan birinchi. Uni barcha gunohlardan pok etadi Alloh taolo. Ixlos bilan bergan bo'lsa, ikkinchi, do'zax otashidan ozod qiladi shu bandani. Uchinchi, tutgan ro'zasini qabul etadi. Buni aytdiga, tutgan ro'zamizda biron bir kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Birovni ko'nglini ortib qo'ydik. Yoki bir g'iybat qilib qo'ydik. Yoki biron narsani bir tutunda hidi yoki boshqa bir atirda hidi dimog'imizga o'rnab qoldi.
tutgan ro'zalari qabul etiladi. 4. O'sha bandasiga behishni, ya'ni jannatni vojib qiladi. 5. Qabrdan sog' salomat turiladi. Biz qabrga qo'yilgandan keyin ruhimiz Alloh taolo bizni barcha hayotlik paytdagi qilgan amallarimiz hisobda bo'ladi. 6. O'sha yilda qilingan barcha xayrlarini qabul qiladi. Mana bu Ramazongacha qancha xayrli amalni qildik a? 1 yillik amalni so'rab oldik Allohdan. 7. O'sha bandaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoati vojib bo'ladi. Alloh vojib qilsin inshaalloh. 8. Sirot ko'pirigidan yashin tezligida o'tkaziladi. 9. Mezonda uning savoblari og'ir bo'ladi. 10. Uning ismini baxtlilardan deb nima qiladi? Nomlanadi. Xo'p. Imom Hasan Basri rahmatullohi alayhi naql qiladiki, insonni sahv, ya'ni namozda bir amalni buzib qo'ysangiz, bir vojib amalni buzib qo'ysangiz, sajda sahv bilan nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Namozni nuqsonlari isloh qilinganidek, fitr sadaqasi, ro'za va tarovihning, fitr sadaqasi, ro'za va tarovihning kamchiliklarini tuzatadi. Namozda bitta agar vojibni tark qiladigan bo'lsak, attahiyotni o'qib, bir tomonga salom berib, sajda solib qolamiz. Nima uchun? Shu namozimiz nuqsonli bo'lmasin deb. Xuddi shunday bu fitr sadaqasi ham agar tarovih namozimizda, ro'zamizda biron bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ana shuni to'g'irlashlik uchun beriladigan amal ekan. Alloh subhanahu va taolo yaxshiliklarni barchasini shu insonga in'om qiladi. Solih bin Abdulloh roziyallohu anhu Ramazon hayiti kunida Id namozgohiga borib, hayit namozlarini o'qib, uyga kelgandan keyin ahli oilasi atrofiga to'plab o'z bo'yniga zanjirlar solar edi. Bolalarning hammasini yig'ar ekan tag'in, bo'yinlariga zanjirlarni solar ekan va boshiga qo'llarini qo'yib, tuproqlar sochib, zor yig'lar edi. Oila a'zolari, ahllari, farzandlari, oilasidagilar unga: "Ey shayx, bugun hayit, hamma xursand bo'ladigan kun. O'zingizni nimaga bunday ahvolga solasiz, buncha o'zingizni qiynaysiz?" deb so'raganida u shunday deb javob beriladi: "Bugun hayit va shodlik kuni ekanligini yaxshi bilaman. Mening Parvardigorim menga ro'za va fitr xizmatini ado etishni buyurgan edi. Ularni qo'limdan kelganicha bajardim. Lekin qabul qilindimi yoki yo'qmi bilmayman. Shuning uchun mana shunday o'zimni qiynayapman" degan ekanda. Shuning uchun Alloh taolo bizni barcha qilgan bu xayrli amallarimizni, yaxshi amallarimizni Alloh qabul aylagan bo'lsin. Xayrli amal deganda bu yil mana o'zlaringiz ham televideniyada ko'rib boryapsizlar. Alhamdulillah, bu 2026-yilda qanchadan qancha yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, O'zbekistondagi sivilizatsiya markazi mana Mahatda oldidagi butun dunyoga talindi. U qaytadan rekonstruksiya bo'lib, ishlari juda ham bezak berilib, butun dunyo kelib yerda nima qilyapti? Havas qilyapti. Mana yaqinda ham yurtboshimizni o'zi muftiy hazratlariga xonalariga kirib, qarang, elda xalqni boshiga duolar qilib, siz bizlarni mana shuni emin-erkin ibodat qilishligimiz uchun, elimiz, xalqimiz emin-erkin yashashligi uchun duolar qilindi. Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasi ham qarang qanday chiroyli bo'lib, ochilib, elga ham juda xayrli duolar bo'ldi.
o'zimizni mahallalarimizga ham mana ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. G'iljar mahallasiga ko'priklar qilindi. Mana Qaraxon mahallalariga opi vujuddan yutib olib asfaltlar bo'lindi. Alhamdulillah, bugun bu yil juda ham bir katta yutuqqa ega bo'ldik. Va bahorimiz ham alhamdulillah juda ham bir mavsumimiz ham mana yomg'ir bilan bizni diyorlar asosan dehqonchilik, chorvachilik bilan Alloh taolo bizni shu qiladigan harakatimizga yarasha, ibodatimizga yarasha mana shunday nur rahmatini yog'dirib turibdi. Endi biz siz ham mana shu Alloh taolo bizga bandaga beryaptimi? Banda ham Allohning buyrug'ini bajarishlik kerak-da. Agar bandani o'zidan o'tmasa, u bandani boshiga bir balo kelmaydi. Kelsa ham u Alloh tomonidan bo'ladi. U taqdirga nima qilganmiz? Iymon keltirganmiz. Vahob ibn Munabbah roziyallohu anhu rivoyat qiladi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam degan ekanlarki, hayit kunida Solih bin Abdulloh rivoyat qiladi Anas ibn Malik roziyallohu anhudan. Hayit kuni qiyomat kuniga o'xshaydi. Agar diqqat bilan fikr qilib qarasangiz, hayit kunida ba'zi odamlar ulovda va ba'zilari piyoda, ba'zilari harir yangi kiyimlarda va ba'zilari esa eski kiyimlarda borishardi. Shod xursandchilik va ba'zilari ohu nolari bilan boradilar. Yetimlar xor-zor holatda va boylar yangi kiyilgan kiyimlarda, vafot etganlari bo'lsa esa judolikdan zor-zor yig'lab nima bo'ladi? Hayitga boradilar. Shuning uchun bu hayitga ayrim insonlar xursand bo'ladi, ayrim insonlar shodlik topadi, ayrim insonlar yaqinlaridan ayrilganligidan zor-zor yig'lab boradi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildiki, hayit kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarga chiqdilar. Bolalar o'yin kulgi bilan mashg'ul edilar. Faqatgina bir yigit bola kecha ko'chada o'tirgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey bola, bugun hayit, hamma bolalar quvnoq o'ynab kulib yuribdi, sen nimaga yig'layapsan dedi. So'radilar. Shunda u dedi, otam g'azotda borib halok bo'ldi, onam yerga tegdi, go'yoki otam menga tegishli mol ashyolarni yeb o'zini uydan chiqarib haydadi meni. Hozir mening na kiyishga kiyimim, na olishga biron bir narsam yo'q dedi. Hamma bolalarning ota-onalari bor bo'lib, chiroyli kiyimlar kiyishib yuribdi deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey bola, men otang bo'lasam, Oysha onang bo'lsalar rozi bo'lasanmi deb so'radilar. Ya Rasululloh, albatta rozi bo'laman dedi. Bola shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uni uylariga olib borib qornini to'ydirdilar, chiroyli kiyimlar kiydirib, har xil yaxshi hidli narsalar sepdilar. Bola Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'rinlaridan xursand bo'lib chiqdi, uylaridan xursand chiqdi va bolalariga qo'shilib o'ynadi boshladi. Uni ko'rgan bolalar, boya yig'lab o'tirgan eding, hozir esa juda xursand bo'lib turib yuribsan deb so'radilar. Otam yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otam bo'ldilar, Oysha onam bo'ldilar. Och edim, qornimni to'yg'azdilar. Yalang'och edim, menga kiyim olib berdilar. Men xursand bo'lmay, kim ham xursand bo'lsin dedi. Azizlar, bugun hayit kunida mana shunday xursandchilik degani, alhamdulillah, har bir inson uyga borganda birinchi o'rinda ota-onasi, o'zining yaqinlaridan keyin farzandlari, keyin nevaralari, mabodo bironta bir mana shunday ko'ngli yarim bolalar, xonadonlar bo'lsa,
ularni xursand qiladigan bo'lsa, inshaalloh Rasululloh xursand bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yetimni xursand qilganliklari, o'zini xursand bo'lganliklari. O'zlari aytadi, kimki agar shu yetimni boshini siladigan bo'lsa, jannatda nima bo'ladi? Men bilan yonma-yon qo'shni turadi dedi. Endi bugun yana bitta narsani aytib o'tishligimiz kerak. Bugun bayram, juda ko'pchiliklar endi mana shu Ramazon oyida Alloh taolo barcha mo'min musulmonlarni hamma ham havas qiladi. Oxirgi nafasda shu Ramazon oylarida, it kunlarida, juma kunlarida vafot etishligini juda ko'p insonlarimiz bu Ramazonda vafot etdilar. Endi shu hayit kuni borib, shularning uyiga borib fotihaxonni qilishlik yaxshi emas. Bugun bayram, xursandchilik bilan boring, mayli, lekin borib uni yana ko'ngildagi g'ashini eslatib yoki uyg'otib qo'yadigan bo'lsak, uni xafaligiga sherik bo'lib qolamiz. Agar xursand qiladigan bo'lsak, xursandchiligiga sherik bo'lib qolamiz. Shuning uchun mana shu narsaga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Keyin hozir Xudo xolasa mana vaqtdan bo'lib qoldi. Hayitni tartiblarini aytib o'tamiz. Sizlar e'tibor bilan quloq solib, diqqat bilan eshitib turasizlar. Nimaga deganda, biz mo'min musulmonlar juda ko'pchilik bu bir yilda o'zi 2 marta ana shu hayit namoziga kelib qatnashadi. Idi fitr ro'za hayit namoziga va idi qurbon hayit namoziga qatnashadi. Shuning uchun inshaalloh boya aytganimizdek, bu yerga kelganimizdan keyin chiqadigan paytimizda Alloh taolo farishtalarga aytib, bu bandani onadan yangi tug'ilgan bo'lgan holatda chiqishligini istayman deb farishtalarga Alloh nido qildi-ku. Shuning uchun biz bu yerdan chiqishligimiz bilan onadan yangi tug'ilgandek begunoh bo'lib chiqib ketishligimiz kerak. U uchun mana shu namozni tartiblarini inshaalloh imkon qadar to'g'ri bajarishimiz kerak. To'g'ri bajarishligimiz nimada? Alhamdulillah, namozga kelsak, bomdod namoziga ham, xufton namoziga ham, peshin namoziga ham, asr namozi, shomgami safni to'g'ri qiling deymiz, ha? Bu yerga ham avvalambor safni to'ldiring. Birinchi navbatda safimiz qiyshiq bo'lmasin. Safimiz to'g'ri bo'lsin va to'liq bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qishdan oldin nima qilgan? Yurib safni to'g'rilab chiqqan. Odamlarni elkasini elkaga tegizib chiqqan. Biz har hayit namoziga qayta aytamiz. O birodarlar, safni to'g'rilang deymiz, lekin odamlar hech narsa qilmaydi deydi. Qadr kechasiga kimki uydan bu Laylatul Qadr kechasini biror o'tkazaman deb Allohning baytiga keladigan bo'lsa, Alloh taolo u inson aytishligi mumkin, o'tgan yili shu qadr edi. Bu yil ham shu qadr deb u adashadi. O'tgan yilgi hayit shu hayit edi. Bu yilgi hayit ham shu hayit etgan bo'lsa adashadi. Alloh taolo har yil Ramazon oyiga o'zining rahmatini alohida yog'diradi. Har Qadr kechasiga o'zining rahmatini alohida, har Eid hayit fitr hayit namoziga, har qurbon hayit namozlariga o'zining rahmatini alohida tarqatadi. Biz shuning uchun har hayitga kelgan ajrni mukofotini birinchi hayitdan ikkinchi hayitning mukofotini ko'proq olib ketishimiz kerak. Birinchi hayitda biron bir kamchilik qilgan bo'lsak, ikkinchi hayitda shu kamchilikni qilmaslikka harakat qilishimiz kerak. Endi azizlar, avvalambor biz mana bu qorakalarimiz soffa degandan keyin nima qilasizlar? Safda turib olasizlar. Turib oladi. Turib olgandan keyin mana yuzingiz qiblaga qarab turibdi. Qiblaga qarab turibsiz. Shunda niyat qilasiz. O'zbekchasini aytaman, keyin turkisini ham aytib o'taman. Niyat qildim 2 rakatli Eid fitr hayit namozini o'qishlikni barcha takbirlari bilan birgalikda. Yuzimni qiblaga qaratdim, shu imomga iqtido qildim,
hozir istoda xolisan lilloh taolo imom Allohu akbar degandan keyin siz ham Allohu akbar deb o'zingiz eshitadigan darajada baqirib emas, o'zingiz eshitadigan darajada. Nimaga deganda imom jahriy aytishlik vojib bo'ladi, siz maxfiy aytishingiz vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Bizning Imom Azam mazhabida Allohu akbar degandan keyin imom siz ham Allohu akbar deysiz, lekin shu Allohu akbar degan paytingizda hamma tikkab turgan paytda bizda odat odob jihatidan qo'limizni shunday qilib turamiz. Odob jihatidan, namozda ham. Lekin niyat qilgan paytingizda ham shunday qilib turasiz. Lekin quloq qoqadigan paytingiz qo'lingizni pastga tushirib, keyin Allohu akbar deng. Tushunarlimi? Qo'lingizni elka barobar ko'tarmang, birdan qulog'ingizni yumshog'iga tegizing. Ikkita katta barmoqingiz mana shu qulog'ingizni ikkita yumshoq joyiga tegsin. Tekkandan keyin qo'lingizni yana xuddi kindigingiz tagiga qo'yib, Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk deb meni ham aytaman ichimda, sizlar ham ichingizda aytasizlar. Ana keyin shunday degandan keyin yana Allohu akbar degan paytda qo'limni pastga tushiraman. Allohu akbar. Bir takbir. Allohu akbar. Ikki takbir. Allohu akbar 3 ta. Ana endi qo'limni qo'yaman. Qo'yganimdan keyin A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Men aytaman. Nimaga deydi? Men qiroat qilyapman-da. Siz aytmaysiz, men aytaman. Alhamdu o'qiyman, ustiga bitta sura zam qilaman. Ruku, sajda qilib turganimdan keyin endi yana bismillah bilan alhamdu boshlayman. Qiroat qilaman. Alhamdu ustiga bitta sura zam qilaman. Sura zam qilgandan keyin yana Allohu akbar deb qo'limni tushiraman. Rukuga ketib qolmayman. Qo'limni tushirib Allohu akbar. Takbir. Allohu akbar 2 ta. Allohu akbar 3 ta. Allohu akbar 4-chisiga rukuga ketaman. Ana shu 4-chisiga juda ko'pchil yana quloqqa qo'yib 5-takbirga ham quloqqa qo'yadi. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Bilaydigan odamlar har joyga turib tursa, odam birovga shunga qarayman deb adashib qolyapti-da. Eshitib tursangiz, tafakkur qilib tursangiz, Xudo xolasa adashmaysiz. Forschasini aytadigan bo'lsak, turkchasini niyat qilgan buguzoram 2 rakat namozi idi Ramazon bojimlahi takbirotosh vojibi hamin vaqtda sura yordam qibla iman jihati kabi siz endi iqtido qilgan deysizda. Iqtido qilgan va imom hozir isoda xolisan lilloh taolo imom Allohu akbar degandan keyin qo'lingizni pastga tushirib Allohu akbar deysiz. Qulog'ingizni yumshoq joyiga tegizasiz. Qo'lingizni kindingizga qo'yib Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk degandan keyin qo'lni yana pastga tushirib Allohu akbar yana sanamang bir takbir bo'ldi deb makruh bo'ladi. Shu o'zingizni kallada bor esaysiz-ku borim. Allohu akbar. Allohu akbar. Ana qo'lni qo'yib alhamdu qilaydi, imom o'qiydi buni. Bismillah bilan va sura zam qiladi, ruku sajda qilib, yana tika turadi. Tika turamiz hammamiz. Tika turgandan keyin bu marta birinchi bismillah bilan alhamdan keyin sura zam qilingandan keyin yana qo'llarni pastga tushirib Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. 4-chisiga Allohu akbar deb rukuga ketamiz. Tashqariga ham chiqib bir o'rgatib qo'yamiz. Vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Shunga qarab inshaalloh bir chiroyli qilib o'tkazishimiz kerak bo'ladi.